agar meni deb haligi Instagramlarda monologlar o'qiymiz. Qani endi onam tirik bo'lganda edi, haykallar yasagan bo'lardim. Qani onam, agar onam tirik bo'lganda edi, boshimga ko'tarib yurardim. Mana keldim devorsa nima qiladi? Mana men keldim o'g'lim. Bir soatga keldim o'g'lim faqat desa, yarim soat o'tirib turing aya. Hozir kelaman deb baribir tashlab chiqib ketamiz. Kelmasligini bilamizda, kar qilamiz. Agar ayam tirik bo'lganda edi, agar dadam tirik bo'lganda edi deb karlaymiz. Tirik dada turibdi, qo'lingizdan kelganini qiling. Tirik aya turibdi, qo'lingizdan kelganini qiling, yaxshiligingizni. Lekin dadamga deyormang hadi. Ayamga, dadajonimga ichida minnat yotibdi. Qaysidir ma'noda. Kelinglar. Bersak, o'sha dadasiz beraylik, o'sha dadajon degan yozuvsiz. O'ng qo'l qilgan yaxshilikni chap qo'l bilmasin deydi. O'ng ko'z qilgan yaxshilikni chap